Oqshom payti ayol menga qandaydir damlama tayyorlab keltirdi. Mana ichib ol. Biz ikkimizni xonada qoldirib ular chiqib ketishdi. Xona qorong'u edi. Tong yorishgandagina yana bir xato qilganimni angladim. Yonimda Sardor o'rniga boshqa badbashara kishi yotardi. Bekorga xavotirlanmagan ekanman. Meni yana boshqa bir kishiga nikohlashdi. Bu hol har kuni takrorlanardi. Qo'ldan qo'lga o'tkazib, Sardorga qilgan taklifim uchun meni qattiq jazolashardi. Bu juda ham og'riqli edi. Tinmay baqirardim. Afsuski, meni hech kim eshitmasdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Navbatdagi qo'rqinchli va ehtirosli hikoyamiz e'tiboringiz markazida. Ushbu jumboqli hikoyamizni oxirigacha tinglang va bo'lib o'tgan voqealarga o'zingiz guvoh bo'ling. Eslatib o'tamiz, hikoyamizdagi qahramonlarning ism-shariflari o'zgartirilgan holda taqdim etilyapti. Video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'ying va videomizni oxirigacha tomosha qiling. Unday bo'lsa, biz bilan birga bo'ling. Ismim Gulnoza, 19 yoshdaman. O'zga to'q oilaning yolg'iz qiz farzandi edim. Dadamning tijorat ishlari yaxshi, shu sababli onamning ishlariga hojat yo'q edi. Dadam shunday hisoblardilar. Hech kimdan kam qilmay o'stirdilar, tarbiya berdilar, sportga ham qatnashtirib, sog'lom uy ulg'aytirdilar. O'rta ta'lim muassasasini tamomlab, nufuzli universitetlarning biriga hujjat topshirib, imtihondan o'tdim. Shartnoma asosida o'qishga qabul qilindim. A'lo baholarda o'qib, ta'lim ola boshladim. Bir kuni uyimizga men tanimaydigan, avvallar umuman ko'rmagan dadamning do'sti keldi. Ular juda uzoq vaqt bahslashdilar. Murosaga kelish chog'i jimib qolishdi. U odam ketdi. Biz dadamning ishlariga umuman aralashmasdik. Onam doim bizni boqyaptimi, tamom, shuning o'zi yetarli. Qayerdan pul topishni o'zi hal qiladi, derdilar. Dadam ertasiga ishdan kelib zudlik bilan uyni bo'shatib qo'yishimiz kerakligini buyurdilar. Savol berishga haddim sig'may buyruqlarni so'zsiz bajarishga kirishib ketdim. Onam esa shunday g'azablanardilarki, dadam bilan bir soatlarcha qattiq janjallashdi. Ko'z yoshlarim bo'g'zimga kelgan, nima bo'layotganligiga aqlim yetmasdi. Dadam miq etmadilar, boshlarini changallab, quyi solgan bo'yi o'tiraverdilar. Onam esa tinimsiz yig'lar, goh baqirib, goh pichirlab dadamni koyirdilar. Uyimizdan qimmatbaho tilla taqinchoqlar, kiyim-kechaklar va shaxsiy buyumlarimizni joylab, faqatgina 6 chemodan narsa oldik xolos. Uy jihozlarini olishga dadam ruxsat bermadilar. Shu kuniyoq shaharning chetroq qismida joylashgan bir hovliga ijaraga ko'chib o'tdik. Dadam ortiqcha so'z gapirmas, onam ham qo'yib ancha holdan toygan edilar. Shu zaylda kunlar kunga ulanib boraverdi. O'sha notanish kishi uyimizga kelgan kundan buyon barcha narsani yo'qotdik. Uy, joy, mol, davlat. Hattoki dadam tijorat yuritishdan ham mahrum bo'ldilar. Dadam o'sha begona kishidan katta miqdorda qarz olib, uyimizni garovga qo'ygan ekanlar. Foiz ortib ketib, to'lay olmabdilar. Doim badavlat bo'lib yashagan inson bunday judolikni ko'tara olmas ekan. Yuraklari xuruj qilib, falaj bo'lib qoldilar. Onam har kuni dodvoy solib dadamni siltardilar. Ro'zg'or qilish yuki mening zimmamga yuklatildi. Talabalik stipendiyamni ancha vaqtdan beri yig'ib qo'yganim uchun avvaliga qiynalmadim. Dori-darmonlar va ijara haqqi uchun esa qimmatbaho taqinchoqlarimizni birin-ketin sota boshladik. Dadamning dardlari o'zlariga yetarli, men esa o'qiyman. Xullas, onam hech qayerga o'qimaganlari uchun ish topa olmadilar. Mahalladagi ayollardan biri ularga qayerga borib yordam so'rash kerakligini uqtiribdi. Shu kuniyoq onam o'sha xonadonga ketdilar. Allamahalgacha kutdim. Tun yarimlab qolganda onam xush kayfiyat bilan kirib kelib, qo'llaridagi xaltadan anvoyi yeguliklarni olib, birin-ketin dasturxonga qo'ydilar. Savol berishga ham ulgurmadim. Xursandchilikdan bo'lgan voqeani gapirib berishga tushdilar. Qo'shni ayol aytgan manzilga bordim. Ichkaridan o'zimni tanishtirishimni so'rashdi. Qo'shni ayol tayinlagan gaplarni aytdim. Darvoza eshigi ochilib, meni bir ayol ochiq chehra bilan ichkariga taklif qildi. Oilamiz haqida so'rab surishtirdi. Barchasini gapirib berdim. Tushungan ayol ekan. O'zini Dilorom deb tanishtirdi. Meni hech qanday gap so'zsiz ishga qabul qildi. Menga o'sha xonadon bekasi o'ziga yordamchi bo'lishimni tayinladi. Bugundan ish boshlashim mumkinligini aytdi. Qiladigan yumushim juda yengil bo'lib, xonadonga keluvchi mehmonlarga hech qanday savollarsiz joy tashish edi. Uyga qaytadigan vaqtimda bir dasta pul va yeguliklar solingan xaltani avans deya qo'limga tutqazib yubordi deya so'zlarini tamomlab, dadam yotgan xonaga kirib ketdilar.
Men ancha yengil tortdim. Onamning kayfiyatlari joyida, dadamga ham bugun o'shqirmadilar. Xayriyat, yaxshi kunlarimiz qaytayotgandek tuyuldi go'yo. Oradan 2 kun o'tmasdan dadamni nogironlar uyiga joylashtirdik. Bunga o'sha onamni ishga olgan xonadondagilar yordam berishdi. Onam ishga tushganlariga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, dadam qarovsiz qolib ketayotgandilar. Men ham yil yakuniy imtihonlarga tayyorgarlik ko'rib, o'qishdan kech qaytardim. Dam olish kuni Dilorom opa meni ham onam bilan birga borishimni so'rabdi. Birga bordim. Ularni hech birini tanimaganim uchun oshxonadan chiqmadim. Ularnikiga juda ham ko'p ayollar, qizlar ta'lim olgani kelishar ekan. Men buni o'sha kuniyoq bilib oldim. Men zamonaviy kiyinib olgandim. Keluvchilar meni ko'rib qolishsa, g'alat qarab bir nimalar deb pichirlab o'tishardi. Kech tushib hamma tarqagach, biz ham uyga qaytishga tayyorgarlik ko'rayotganimizda Dilorom opa, qizingizni doim birga olib kelavering. Maoshini 2 barobar qilib beraman. Sizga ham yordamchi bo'ladi. Istasa bizning jamoatga qo'shilib ta'lim olishi mumkin. Faqat iltimos, mana bu ust-boshini almashtirib, xuddi bizlardek kiyinib olsin. Ko'cha-ko'yda bunday yurish gunoh azim. Men sizga diniy kitoblarimizdan beraman. O'qib ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'linglar. Sizlardek go'zal ayollarimiz muslima bo'lmoqliklari kerak deb bizga kiyimlar, kitoblar, bir qancha pul ham berdi. Ancha kech bo'lib qolgani uchun bizni uygacha mashinada Dilorom opaning ukalari rashta keltib qo'ydi. Qiziquvchilik kuchlilik qilib tong otishini ham kutmasdan kitobga ko'z yugurtirib chiqdim. Diniy kitob ekan. Bu haqda avval tushunchaga ega bo'lmaganim uchun menga qiziq tuyuldi. Muqaddimani o'qib, jannatga yo'l olish uchun jamoatga qo'shilib amirlar aytgan ishni qilish kerakligi yozilganiga ko'zim tushdi. Yaxshilab tanishib chiqmoqchi bo'ldim. O'qir ekanman, negadir bu yerda yozilgan narsalar biz yashayotgan hayotdan tubdan farq qilishini angladim. Kitobdagi bitiklar qo'rqinchlidek tuyuldi menga. Ushbu kitobda qizlar balog'atga yetgan zahoti yo'q, nikohga berish kerakligi. Ayollar esa ersiz yurmasliklari, noshariy taomlarni iste'mol qilmaslik, kofirlarni qirib tashlash, bu yerda o'qigan narsalarga amal qilib, boshqalarni ham shunga da'vat qilish ta'kidlangandi. Bu narsalar shunchalik chuqur yoritib berilgandiki, shu va shunga o'xshash so'zlar bilan fikrni zaharlaydigan darajaga yetaklardim. O'sha damda bularni anglab yetmagan ekanman. Aksincha men din uchun o'z jonini fido qilib, shahid bo'lib jannatga yo'l olishni xayoldan o'tkazgan edim. Diniy ma'lumotlar darsini endilikda Dilorom opaning uyida yotib qolgan holda ola boshladim. Bu damda men hijob kiya boshlagandim. Endi o'ylasam, o'zim bilmagan holda tagi puch g'oyalarga ergashib chuqurlashib ketgan ekanman. O'ziga yarasha zamonaviy hayot kechiradigan qizdan allaqanday diniy libosga o'rangan muslimaga aylanib qolganimni sezmay qolibman. Universitetimdagi darslarni ko'p qoldirganim uchun meni o'qishdan chetlatishdi. Onamni esa rashtaga o'z qaramog'iga oldi. Ular shar'iy nikohdan o'tishdi. Bunga qarshilik qilmadim, chunki men o'qiyotgan kitoblarda ayolning ersiz yurishi qat'iyan man qilinib, albatta kimningdir nikohida bo'lish lozimligi yozilgan. Rashtaga onamni olib boshqa bir davlatga o'z safdoshlarimizni kengaytirish uchun jihod qilgani ketishdi. Ularni qaytib ko'rmasligi mumkin edi. Bu xonadondagi barcha ayollar shunday qilishardi. Hattoki birga yashab turgan turmush o'rtoqlari bu yerga kelib dars olmasalar, boshqa bir erkak bilan nikohlanib jihodga chiqishardi. Bu xonadonga kelganimga 1 yilcha vaqt bo'lganda, Dilorom opa meni xuddi o'z qizidek tarbiya qilib, qo'limni so'raganlarning hech biriga bermasdi. Bunga hali vaqt bor deb qo'yardi. Mening sport bilan shug'ullanganim Dilorom opaga juda ma'qul kelgandi. U bundan xursand bo'lib, menga mos turmush o'rtoq tanlab qo'yganini aytdi. Dilorom opaning oldiga tez-tez kelib turuvchi Yodgor ismli yigitga meni nikohlab qo'yish rejalashtirilgan ekan. Biz tengdosh edik. Bizning shar'iy nikohimizni ham tezda o'qib qo'yishdi. Hech qanday to'ysiz, xursandchiliksiz kelin bo'ldim. Endilikda biz jihod qilishlik uchun birga tayyorgarlik ko'ra boshladik. Yodgor ham mendan o'qishdan haydalgan, ammo aqlli yigit edi. Bir nechta tilni yaxshi bilar. Bu esa bizga jihod qilib, musulmonlarning safini kengaytirishda juda katta as ko'tardi. Amirimiz buyurganlaridek biz chamasi 2 oylardan keyin tunda yo'lga otlandik. Qandaydir yo'llar bilan 3 kun deganda aylanma yo'llar orqali chegaradan o'tib ketdik. Aytilgan manzilda bizni kutib olishdi. Sardorlar bilan ma'lumot almashdik. Bizni endilikda qurol bilan ishlashga o'rgatishni aytib o'tishdi. Yodgorga meni taloq qilishi lozimligini amir meni so'rayotganini tayinlashdi. Yodgor qattiq qarshilik qildi. Men shu damda ichimdagi tuyg'ularim isyoniga chiday olmay, bor ovozim bilan ularga baqira ketdim. Orqamdan kimdir meni boshimga urib, hushimdan ketkazdi. O'zimga kelganimda menga endi ozod ekanimni, erim taloq berib o'zi jo'nab ketganini bildirishdi. Shu damda men o'z erimdan nafratlana boshladim. Hammasini o'ylab olishimga sabab bo'ldi bu voqea. Aslida men xatoni o'sha ilk bor Dilorom opaning xonadoniga borgan kunimda qilganimni tushunib yetdim. Yig'lagan kuyi bir haftalar chamasi xonadan chiqmadim. Ko'nglim aynib o'zimni behol seza boshladim. O'sha yerdagi ayollardan biriga buni aytgan zahotim tomir urishimni tekshirib, o'rnidan sakrab turib, lablarini tishlab u yoqdan bu yoqqa yura ketdi.
Menga homilador ekanimni aytganida nafas olishni unutayozdim. Miyamga bir fikr yalt etib keldi. Har ikki ayolga buni hech kimga aytmasligini iltimos qilib, homilani yo'qotishga yordam berishni so'radim. Aslida bunday qilish niyatim yo'q edi. Shunchaki bu ayolga ishonib bo'lmasligini bilib, chalg'itish edi niyatim. Oqshom payti ayol menga qandaydir damlama tayyorlab keltirdi. Mana ichib ol, homilang tonggacha tushadi, ammo bu og'riqli bo'lishi mumkin, chida deya qo'limga tutqazib chiqib ketdi. Men esa o'ylaganim amalga oshirish payiga tushdim. Damlamani to'kib biroz vaqt o'tib, xuddi uni ichgandek bukchayib olib, dod solib baqirib yig'ladim. Buni aniqki hamma eshitdi. Eshikdagida qorovullik qilayotgan ayol hech kimni ichkariga kiritmadi. Ayol hammasi soxta ekanini bilmagandi. Bechora azob chekyapti, uni tinch qo'yinglar, o'ziga kelib olsin dedi. Tong yorishdi. Endi hatto menga yuklatilgan jirkanch buyruqlarni o'ylamasdim ham. Bu yerdan sog'-omon qochish rejasini tuzdim. Buning uchun amirga emas, aksincha bizni kutib olgan lashkarbosh Sardorga turmushga chiqish kerak edi. U meni bu yerdan uzoqqa yuborish tabiiy edi. Sabab agar amir buni bilsa, uni ham yo'qotib yuborish hech gap emas edi. Buning uchun Sardorni xonaga kirishini kutdim. Sardor kelgan zahot uni bag'riga o'zimni otdim. Sardorim, iltimos, meni amirga bermang. Men birinchi kelgan kunimdayoq sizni yoqtirib qolganman. Meni o'z nikohingizga oling. Dilorom opa ham sizni doim maqtardilar. Sizni yoningizga kelish uchun ancha vaqt kutdim. Bizning shahardagi amirimiz o'rni bo'sh. Sizni o'sha yerga borishingizni tayinlagandilar. Lashkarboshchilikdan amirlikka o'tishingiz uchun bu eng qulay vaziyat dedim yalingan kuyi. Sardor hoziroq bizni nikohlash uchun do'stini chaqirib kelishini aytib chiqib ketdi. Alloh mening nolamni eshitdi, xitob qildim. 5 daqiqa o'tib Sardor bir ayolni nikohga tayyorgarlik ko'rish uchun menga yordamga yuboribdi. Yuvintirib, kiyimlarimni almashtirib, yuzimni butunlay yopib qo'ydi. Yarim soatlar chamasi eshikdan 2 erkak bilan Sardor kirib keldi. Ayol meni yonimga o'tirdi, boshimdan katta ro'mol tashlab yuzimni butunlay yopib qo'ydi. Shar'iy nikoh o'qib bo'lindi. Biz ikkimizni xonada qoldirib ular chiqib ketishdi. Xona qorong'u edi. Tong yorishgandagina yana bir xato qilganimni angladim. Yonimda Sardor o'rniga boshqa bashara kishi yotardi. Xona eshigi taqilib ichkariga Sardor kirdi. Amirni yo'qotib yuborishimni so'radi. O'z to'rimga o'zim ilinganimni bilganimda kechada o'zimni taqdir hukmiga topshirishdan boshqa iloj qolmagandi. Tushlik vaqti lashkarbosh keldi. Amir mendan voz kechganini, taloq qilib yuborganini aytdi. Ichimdan nimadir uzilgandek bo'ldi. Xursand bo'lishni xohlasam-da, negadir xavotirli voqea ro'y beradigandek dilim xira bo'ldi. Bekorga xavotirlanmagan ekanman. Meni yana boshqa bir kishiga nikohlashdi. Bu hol har kuni takrorlanardi. Qo'ldan qo'lga o'tkazib, Sardorga qilgan taklifim uchun meni qattiq jazolashdi. Men ichimdagi farzandimdan xavotirda edim. Ularga bo'ysunishdan boshqa ilojim qolmagandi. Endilikda bizni boshqa joyga ko'chirishdi. Har kuni turli diniy mavzularda ma'ruzalar tashkil etilardi. Bir kuni tushlik vaqti edi. Hamma ovqatlanish bilan ovora, birovning birov bilan ishi yo'q. Qulay vaziyatdan foydalanib bir amallab u yerdan qochib ketishga erishdim. Yo'lda bir saxiy insonni uchratib, uning ko'magi bilan 2 kun deganda shahar markaziga yetib keldim. O'sha mamlakatdagi O'zbekiston elchixonasiga borib, hamma boshdan kechirganlarimni aytib, ulardan yordam so'radim. Yaxshiyamki ular meni to'g'ri tushunishdi va mamlakatimizga qaytarib yuborishdi. Vatanga kelganimdan so'ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga ko'rgan kechirganlarim haqida batafsil bayon qildim. O'zbekistonda odillik, insonparvarlik tamoyillari yuqori ekanligidan kelib chiqib, davlatimiz meni kechirdi. Lekin bir umr vijdon azobida o'tsam kerak. Men hozir shunday afsusdamanki, buni shunchaki qog'ozga tushira olmayman. Farzandim mana shunday tinch, osuda diyorda dunyoga kelgani menga taskin beradi. Unga Umid deya ism qo'ydim. O'z yurtimda ekanimdan, farzandim borligidan mamnunman va bu meni yashashga unday beradi.